Instagramda direktingizni avtojavob beradigan qilishni o'rganamiz. Buning uchun Instagramimizga kirib olamizda, profil joyiga o'tib, mana shu 3 ta chizgiga bosib, bu yerdan instrument и настройки для авторов degan joyga o'tib olamiz. Bu yerdan часто задаваемые вопросы degan joyga kiramiz. Bu yerga mana savol, qaysi savolga qanaqa javob berishligini yozasiz. Masalan, sizga Assalomu alaykum deb kimdir yozsa, bu yerga javobni yozasizlar. Masalan, kimdir assalomu alaykum desa, sizga javobga va alaykum assalom deb yozib qo'yasiz. Mana saqlanib qilamiz. Bitta nimangiz tayyor bo'ldi. Assalomu alaykum deganga va alaykum assalom deb javob keladi. Xohlasangiz udalib qo'yasiz mana shu. Bu yerda yana qo'shib ketaverasiz. Ko'p savol beriladigan nimangizni mana shu yerga yozib qo'yasiz, keyin javobini yozib qo'yasiz. Bo'ldi. O'zi avtomatik javob beraveradi.